Barchangizga assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar, akalar, ushbu dasturimizni boshdan oxirigacha tomosha qiling. Biz ushbu dasturimizda har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa videomizga like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyaga kirib Telegram gruppamizga o'tib qo'yishingiz bo'ladi. Bu yerda ham sotiladigan texnikalarni qo'yib boramiz. Bizda birinchi sotiladigan texnikamiz ushbu ekranda ko'rib turgan Yumzi 92 traktorimiz srochni sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi holatda. Ushbu traktorimiz 1992-yilda ishlab chiqarilgan, qayta yangilangan, remont bo'lgan, polni hamma yeri soz holatda turibdi. Texnikamizda transhi va ariq qozishga chiqarilgan deya ma'lumot qoldirishganlar. Ishlashlari zo'r, oladigan mijozlar bo'lsa telefon qilsin deb ma'lumot berishganlar. Texnikamizning narxi 80 million so'm, yana kelishiladigan joyi bor, manzil Samarqandda. Akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz T30A80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 4x4 deya ma'lumot berishganlar. Texnikamizning holati yaxshi holatda, texnikamizning oldi orqalari tortadi, barter ham bor deya ma'lumot qoldirishganlar. Molga barter bor ekan. Ushbu texnikamizni hamma yer soz holatda ishlab turibdi. Texnikamizning narxi esa 50 million so'm, yana kelishiladigan joyi bor. Manzil Xorazmda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Eslatib o'tamiz, agarda sizda ham xuddi shunaqa texnikalardan sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni boshiga o'tib reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizda tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz MTZ traktorimiz srochni sotiladi. Ushbu texnikamizga qo'shimcha holatda chizilli bor. Texnikamizning narxi esa 36 million so'm, manzil Toshkentda. Qiziqgan tomoshabinlar va obunachilarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, kommentariyaga qarasangiz, Telegram kanalimizni qoldirganmiz. O'sha Telegram kanalimizga o'tib, boshqa xildagi texnikalarni ham tomosha qilishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda va hamma yeri soz holatda, qo'shimchasiga hech narsasi yo'q, faqatgina texnikani o'zi. Ushbu traktorimizning narxi esa $2800, yana kelishiladigan joyi bor, manzil Samarqandda. Texnikamizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, bemalol borib ko'rib, tekshirib ushbu texnikamizni sotib olishingiz mumkin. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz MTZ 80 traktori so'ragan akalarimiz ushbu ekranda ko'rib turgan MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Texnikamizning holati yaxshi holatda, motor korobkalari polni remontdan chiqqan. Texnikamiz qora motor, narxi esa 40 million so'm, yana kelishiladigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Buxoroda turibdi akalar. Realni oladiganlar bo'lsa marhamat akamizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bekorchilar bezovta qilmasin deb ma'lumot berishganlar texnikamiz egasi. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa marhamat. Akalar, navbatdagi sotiladigan texnikamiz T28 traktorimiz srochni sotiladi. Ushbu texnikamiz holati yaxshi holatda ishlab turgan texnika deya ma'lumot qoldirishganlar. Texnikamizning narxini esa 15 million so'm deyishmoqda, yana o'z-moz kelishadigan joyi bor, manzil Farg'onada. Qiziqganlar bo'lsa akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Eslatib o'tamiz, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida ushbu dasturimizga bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldiring. Biz keyingi dasturimizda siz so'ragan texnikani ham chiqarishga harakat qilamiz. Keyingi sotiladigan texnikamiz TTZ so'ragan akalarimiz ushbu ekranda ko'rib turgan TTZ 8011 traktorimiz sotiladi. Texnikamizning motori zo'r holatda, hech qanaqa ishi yo'q deya ma'lumot qoldirishganlar. Texnikamiz qora motor, korobkalari ham yaxshi holatda, stator akkumulyatori oldi Racers ekan. Texnikamiz narxi 25 million so'm, yana kelishiladigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Samarqandda turibdi. Bemalol borib ko'rib, o'zingiz tekshirib sotib olishingiz mumkin. Qiziqganlar bo'lsa akamiz raqamlari ekranda. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham T28 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishlab turibdi deya ma'lumot qoldirishganlar. Texnikamizning holati yaxshi holatda, telechkalarning balonlari ham zo'r holatda, hamma yeri soz holatda, bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Ushbu texnikamizning narxi esa 12 million so'm, yana kelishadigan joyi bor, manzil Qashqadaryoda. Qiziqganlar bo'lsa akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Batafsil ma'lumotlarni ham qo'ng'iroq qilib bilib olishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz akalar, sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, reklama uchun deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilib, biz bilan bog'lanib, o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz Mix 240 Case traktorimiz sotiladi.
Ushbu texnikamiz 2006-yilda ishlab chiqarilgan. 20 ming motochasi ishlagan deya ma'lumot qoldirishmoqdalar. Texnikamizning hamma joyi soz holatda, ishga tayyor turibdi. Motor korobkalari hammasi soz holatda, hech qanaqa aybi yo'q. Plugi bilan birga qo'shib sotilar ekan. 4 korpusli plugi bor texnikamizda. Narxi 350 million so'm. Manzil Jizzaxda. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Akalar, keyingi sotiladigan texnikamiz MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 1992-yilda ishlab chiqarilgan. Texnikamizning holati ideal darajada. Xarajatsiz yangi qora motor qo'yilgan texnikamiz hech qanaqa xarajat qilmasdan bemalol ishlatishingiz mumkin. Bosishingiz mumkin akalar. Texnikamizning narxi esa 80 million so'm. Yana kelishiladigan joyi bor. Texnikamiz Jizzaxda turibdi. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz ham MTZ-80 izlab yurgan akalarimiz uchun. Ushbu ekranda ko'rib turgan MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Komplektida plugi bor. Texnikamizning juda ham yaxshi holatda turibdi. To'liq yuradi, hech qanday muammosi yo'q. Texnikamizning hujjatlari ham 100% joyida. Holati a'lo darajada, hech qanaqa rasxod xarajatsiz bemalol ishlatishingiz mumkin. Texnikamizning narxi esa 75 million so'm. Manzil Samarqandda. Qiziqganlar bo'lsa 90lik kodi bilan 094 90 88 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Keyingi sotiladigan texnikamiz ham MTZ-80 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz holati yaxshi holatda. Motorlari ham, korobkalari ham, zadniy moslari soz holatda, ballonlari 15/5, vomlari ishlaydi. Texnikamizning akkumulyator statori yangi, hech qanaqa rasxodlarsiz, dokumentlari ham bor ekan ushbu texnikamizni. Narxini 65 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz Jizzaxda turibdi. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, ushbu texnikamiz sizlar uchun. Yana bir keyingi sotiladigan texnikamiz MTZ-80 traktori bo'lib, ushbu texnikamizning holati sostoyaniyasi zver holatda, kamchiligi hech qanaqa kamchiligi yo'q. Texnikamiz ishlab turgan texnika, motor korobkalari uddar holatda turibdi, vomlari ishlaydi, rullari gidravlika, gazon peredok resorlari qilib tashlangan, hammasi soz holatda bemalol olib ishlatishingiz mumkin. Ishga tayyor holatda xolos. Texnikamizning narxi esa 35 million so'm. Manzil Navoiyda. Qiziqganlar bo'lsa marhamat. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa MTZ-80X traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning sostoyaniyasi zo'r holatda ishlab turgan texnika. Bemalol olib o'zingiz ishingizda ishlatishingiz mumkin. Ushbu texnikamiz Navoiy viloyati Qiziltepada ekan. Texnikamizning motor korobkalari zo'r, kamchiligi yo'q, statori bor, xarajatsiz texnika. Narxini esa 35 million so'm deb aytib o'tishmoqdalar. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor ekan ushbu texnikamizni. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini ekranda qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Keyingi sotiladigan texnikamiz esa mini traktor KMS 012 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamizning holati yaxshi holatda, yoqilg'isi gaz, propan, chisel, plug, ariq tortadigani bor. Texnikamizning orqa ollari tortadi. Ushbu texnikamizning narxi esa 25 million so'm. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Manzil Samarqandda. Biz esa akalar ushbu dasturimizni yakunlaymiz. Bizni kuzatganingiz uchun barchangizga kattakon rahmat. Ertangi dasturlarimizga qadar xayrlashamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.